Assalomu alaykum. Xayrli kun. Yaxshi eshitilyapti, yaxshi ko'rinyaptimi? Yozamiz. Rahmat. Boshlaymiz. Bugungi mavzu nima haqida? Agar esingizda bo'lsa, e'tibor bergan bo'lsangiz, kecha kechqurun biz post bergan edik, ya'ni eshitish san'ati bo'yicha, ya'ni siz atrofingizdagilarni, farzandlaringizni qanchalik eshita olasiz? Agarda atrofimizdagi insonlar orqali hayot biz bilan gaplashayotgan bo'lsa-chi degan mazmunda post tashlangan edi va eng yaqin insonlaringizni, farzandlaringizni eshitib ko'ring. Ya'ni necha daqiqa hech qanaqa muhokamasiz, ichki muhokamasiz shunchaki eshita olasiz degan tarzda post berilgan edi. Va bugun biz mana shu atrofimizdagilarni eshitish haqida gaplashamiz. Nega kerak bu mavzu? Chunki biz atrofimizdagilarni eshitmasligimiz tufayli, atrofimizdagi insonlarni eshitish jarayonidagi g'azabimiz tufayli biz o'zimizga kerakli bo'lgan, yashashimiz uchun kerakli bo'lgan insaytlarni, belgilarni ololmaymiz. Ololmaganimizdan keyin bizda g'azab, atrofimizdagi insonlarimizga nisbatan xafagarchilik, alam, nafratga o'xshagan negativ hislarni o'zimizda saqlaymiz. Aslida atrofdagi insonlarni eshitish bu aslida o'zimizni eshitish desa ham bo'ladi. Buni nega eshita olmaymiz? Shu joydan boshlaymiz. Odatda bizda atrofimizdagi insonlarni eshitayotgan vaqtimizda eng ko'p sodir bo'ladigan narsa muhokama. U ikkinchi bir inson, farzandimiz bo'lsin, turmush o'rtog'imiz bo'lsin, ishxonamizdan bo'lsin, nima qilishni boshlaydi? Gapirishni boshlaydi. Biz bu yoqdan esa ichkaridan uni tahlil qilishni boshlaymiz. Muhokama qilishni boshlaymiz. Va agar e'tibor bergan bo'lsangiz, o'zimiz bilgan va hayotimizda ishlata olmayotgan narsalarni ularga qo'yib ko'rishni boshlaymiz. Masalan, farzandingiz gapiryapti. Siz aytasiz, o'ylaysiz, keraksiz gapiryapti, hozir shu kerakliroq gapni gapirsa bo'lmaydimi? Juda gapni aylantirib gapiradi. Yoki bo'lmasam ichingizda aytasiz, shu gapni nima qizig'i bor ekan bunga? Yoki bir og'iz gapni gapirib bo'lganidan keyin siz nima qilmoqchi bo'lasiz? Unga qaytarib siz javob bermoqchi bo'lasiz. U hali gapirib bo'lmadi. Va siz ichkarida muhokama qilishni xohlaysiz. Va bu muhokamalarning sababi nimada? Nima maqsadi borki, bizning ongimiz, miyamiz aynan muhokamaga o'tib ketadi. Sababi shundan iboratki, biz bilayotgan narsalarimizni atrofimizdagilar ishlatsa, bu bizga yuqadi deb o'ylaymiz, yopishadi deb o'ylaymiz. Masalan, siz bilasiz, vaqtni foydali narsaga sarflash kerak. Foydali narsa nima? Faqat kitob o'qish, boshini ko'tarmasdan, uyni shuni qilish, sizni aytganingizni qilish, yotib olib, nima deydi? Hamma bolalar hozir nima sertifikat olayotgan bo'lsa, hammasini olib berish. Bu siz uchun kerakli ish. Va siz farzandingizda ana shunday foydali inson bo'lishini xohlaysiz. Va sizning nazaringizda foyda bu siz biladigan narsa. Siz ham nimani bilasiz? Hamma joydan eshitganlaringizni eng nima deydi? Ko'rinib turgan natijalarini. Kimdadir qaysidir sertifikat bor, kimdir ingliz tilidan yaxshi biladi, kimdirni bolasi ertalab vaqt keltiradi, kimdirni bolasi onasini hurmat qiladi, kimdirni bolasi bunday qiladi, kimdirni onasi unday qiladi. Ya'ni hamma jamiki eshitgan, bilgan, ko'rganlaringizni, masalan, ularni bolasida ham yoki ularda ham 15 ta norozi bo'ladigan sifat bo'lsa, 3 ta 4 ta rozi bo'linadigan sifat bor. Siz o'sha 3 ta 4 talarni hammasini yig'ib chiqasizda, nima qilishni boshlaysiz?
o'sha 3 ta 4 talarni hammasini yig'ib 15 talik qilasizda, keyin siz uni bolangizdan kutishni boshlaysiz. Va shuning uchun ham u farzandingiz gapirayotgan vaqtda siz uni shunchaki eshitmaysiz. Nega eshitmaysiz? Chunki u farzandingizni qanaqa bo'lishini, unga nima to'g'ri kelishini siz ichkaridan allaqachon belgilab bo'lgansiz. Shuning uchun demak, siz shunchaki uni eshita olmaysiz. Sizda oldindan mavjud bo'lgan nima bor? Ramka bor. Turmush o'rtoq, qaynona, hammasi. Siz atrofingizdagi kim bilan gaplasha olmayotgan bo'lsangiz, eshita olmasangiz uni va u gapirishni boshlashi bilan bu tomondan siz ichkaridan muhokama qilishga o'tib ketsangiz, demak siz bilingki, u insonga siz eng chiroyli hamma insoniyatni nima deydi, erishgan natijalardan iborat ramka yaratib qo'ygansiz va o'sha ramkani unga nima qilmoqchi bo'lyapsiz? Qo'ymoqchi bo'lyapsiz. Va shuning hisobidan biz atrofimizdagi insonlarni nima deydi? Eshitolmaymiz shunchaki. Eshitish nima uchun kerak? Atrofimizdagi insonlarni eshitish nima uchun kerak? Atrofimizdagi insonlarni eshitish bu siz o'zingizni asl holatingizni, qarshiliklaringizni, ya'ni siz o'zingiz rivojlanishingiz uchun kerak. Atrofimizdagi insonlar xuddi ko'zgu. Farzandingiz sizni ko'zguyingiz. Lekin sizni husning jamolingizni ko'zgusi emas. Sizning aynan ichki holatingizni ko'zgusi. Siz unga qaraganingizda nimani ko'rasiz? Siz unga qaraganingizda aynan farzandingizga qaraganingizda o'zingizni ichki holatingizni ko'rasiz. Ya'ni bu nimani bildiradi? Ya'ni bizni ko'zlarimiz o'zimizni miyamizda bor bo'lgan narsani ko'radi. O'zimizni miyamizda bor bo'lgan narsani eshitadi. Shuning uchun siz kimnidir eshitgan vaqtingizda aslida o'zingizni eshitasiz. Kimnidir eshitgan vaqtingizda aslida o'zingizni eshitasiz. Demak, nega eshita olmaymiz? Chunki biz o'zimizni eshitishdan qo'rqamiz. O'zimizni eshitishdan qo'rqamiz. Nima uchun o'zimizni eshitishdan qo'rqamiz? Chunki biz o'zimiz uchun hech kimmiz. O'zingizga savol berib qo'ying. Siz kimsiz o'zi? Siz kimsiz o'zi? Siz qanaqa insonsiz? Va bularni hammasi mana shu savolning oqibatida keladigan hamma javoblar negativ. Men kimman o'zi? Men o'zimga qanaqa munosabatdaman? O'zimga. Men o'zim uchun kimman o'zi? degan savollarni berib ko'ring. Va buning ildizi ham qayerga borib taqaladi? Bizning bolaligimizga borib taqaladi. Bolaligingizda, bizni bolaligimizda biz o'zimiz haqimizda qanaqa xulosa olgan bo'lsak, hozirgi kunda xuddi o'sha xulosa bilan yashaymiz. Va bizda men eshitishga arziydigan odam emasman. Men eshitiladigan gap gapira olmayman. Meni gapim ahamiyatsiz. Meni ishim ahamiyatsiz. Meni harakatlarim ahamiyatsiz degan ustanovkalar shakllanib qolgan. Mana shuning uchun ham biz har doim o'zimizdan norozimiz, atrofimizdagilardan ham norozimiz. Va o'zingizga endi savol berib ko'ring. Xo'sh, bolaligingizdan sizni o'zingizga nisbatan qanaqa nazaringiz qolgan? Ki bugun siz o'zingizni o'zingiz men eshitiladigan odam emasman deb qaraysiz. Agar inson o'zini eshitsa, u hammani eshita oladi. U o'zini eshitadigan odam deb bilsa, gapiradigan gapi, qilayotgan xatti-harakatlari harakatlari muhim. Nafas olishini o'zi ahamiyatli.
tirikligini o'zi ahamiyatli. Bor uni o'zi degan narsa bilan yashamasa, u atrofdagi hech kimni eshitolmaydi. Na turmush o'rtog'ini, na farzandini va na atrofidagi insonlarni qaynona, qaynota bo'lishini ish bo'lib hech kimni eshitolmaydi. Mana bunaqa vaqtda kibri baland deyiladi. Chunki u eshitmaydi. Kibri baland inson hamma vaziyatni nomlaydi. Hamma yo'q bu bunaqa bo'lish kerak edi, bu vaziyat bunaqa bo'lish kerak, bu inson bunaqa tutish kerak edi. Mana bunaqa o'ziga ham hatto, bu atrofdagilarga nisbatan emas, hatto o'ziga ham yo'q, mana bunaqa bo'lishim kerak edi. Men ozg'in bo'lishim kerak, men bunaqa bo'lishim kerak, men mana bu ishni qilishim kerak, men mana buni joyiga qo'yishim kerak. Ya'ni hatto o'ziga nisbatan. Ya'ni o'zini tanishni o'rniga o'zini mavjud qoliplarga moslashtirish uchun yashaydi. To'xtachi, meni ham Xudo balki mukammal yaratgandir. Yoki agar Xudo meni yaratadigan bo'lsa, Xudo mukammal. Men ham balki mukammaldirman. degan savolni bermaymiz o'zimizga va o'zimizni o'rganmaymiz. Xo'sh, ertalab uxlab qolyapman. Uxlab qolishim orqali nima amalga oshiryapman? Mana bu ishga dangasalik qilyapman. Dangasalik qilish orqali nima qilmoqchi bo'lyapman? Ko'p ovqat yeyapman. Ko'p ovqat yeyish orqali nima qilmoqchi bo'lyapman? Ko'p pul ishlatyapman. Ko'p pul ishlatish orqali nima qilmoqchi bo'lyapman? O'zimdan norozi bo'lyapman. O'zimdan norozi bo'lish orqali nimaga erishyapman? Ya'ni gaplashmaymiz o'zimiz bilan. Qaysidir ishni oxirigacha yetkazmayman. Oxiriga yetkazmaslik orqali nimaga erishmoqchi bo'lyapman? Mana bu joyda qo'rqyapman. Qo'rquv orqali nimaga erishmoqchi bo'lyapman? Ya'ni biz o'zimizni o'rganish prosesida emasmiz. Uning o'rnida biz o'zimizni o'zgartirish prosesidamiz. Va biz o'zimizni o'zgartirish kerak bo'lgan odam deb bilamiz. Nega o'zgartirish kerak bo'lgan odammiz? Chunki biz yaxshi emasmiz. Endi o'zingizga savol berib ko'ring. Nega men yetarli darajada yaxshi emasman? Ana shundan keyin o'zingiz ichingizdagi bloklar bitta-bitta kelib chiqishni boshlaydi. Nega men yetarlicha yaxshi emasman? Nima uchun men yana ham yaxshi bo'lish uchun yashashim kerak? Nega men yetarlicha yaxshi deb bilmayman o'zimni? Ana shundan keyin kelib chiqishni boshlaydi. Men yaxshi gapira olmayman, oxirigacha gapira olmayman, gapimni ifodalab bera olmayman. Xo'sh, balki sizga gapingizni ifodalab berish kerak emasdir. O'ylovsiz harakat qilaman. Balki sizga o'ylab harakat qilishni o'zi kerak emasdir. Hisob kitobni bilmayman. Balki sizga hisob kitobni o'zi kerak emasdir. Bo'lishi mumkin emasmi? Bo'lishi mumkin. Men mana bu ishni yaxshi qila olmayman. Balki sizning qiladigan boshqa yaxshi ishingiz bordir. Bo'lishi mumkin emasmi? Nima, biz hamma qilgan ishni qilishga majburmizmi? Dunyoda ikkita barmoq izi bir xil bo'lgan inson yo'q ekan. Bu degani DNK programmasi, ong miyasi bir xil bo'lgan odam ham yo'q degani. Nega biz hamma bilan bir xil bo'lishga harakat qilamiz? Ana bu endi insonning iqrorliklari deyiladi. Mental iqrorliklar bazasi. Ya'ni bizning ongimizdagi qarashlar. Ana shu joyda demak yana bir nechta biz bilishimiz kerak bo'lgan omillar yuzaga chiqadi. Bizni ongimizda aynan hammaga o'xshab intilishimizga sabab bo'ladigan qarashlar. Bolaligingizdan endi eslab ko'ring. Qachon siz ajralib qolgansiz, ajralib qolganga o'xshagan harakat qilgansiz va shuning uchun siz gap eshitgansiz. Masalan, singillaringiz boshqa narsani xohlagan, siz boshqa narsani xohlagansiz. Va shunda sizga boshqacha nazar bilan qarashgan.
yoki ular gapirgan, siz gapira olmagansiz. Bizda aynan mana shu bolaligimizdan boshlangan mana shu o'ziga nazar, ajralib qolish, boshqacha bo'lib ko'rinish va boshqacha bo'lib qolishdan qo'rqish hozir va shu yerda o'zimizni boricha ko'rishimizga va eshitishimizga to'siq bo'ladi. Chunki agar siz hozir o'zingizni eshitsangiz, siz boshqacha bo'lib kelasiz. Hech kim o'zini o'tirib eshitgani yo'q-ku. Nega siz o'zingiz o'tirib eshitishingiz kerak? Agar siz hamma qilgan harakatni qilmasangiz, siz shunchaki podadan ajralib qolasiz. Chunki biz inson emas, poda-ku. Podada bo'ladi-u, bitta boshida o'sha glavniy qo'ymi, echkimi nimadir bo'ladi. U yo'l ketsa hammasi orqasidan ketadi. Lekin biz poda emasmiz-ku. O'zbekiston mustaqil bo'ldi, lekin hali biz mustaqillikni o'zimiz o'rgana olmadik. O'zimiz uchun qaror qilishni, o'zimiz uchun nimadir belgilab berishni, mana shu narsani xohlamay qila olmayapman. Demak, bu menga kerak emas. Men boshqa narsani qila olaman. Deyishni o'rganmadik hali. Va mana shu erkinlik, mustaqil fikrlay olmaslik qobiliyatimiz bizni o'zimizni va farzandlarimizni eshita olmasligimizga sabab bo'ladi. Meni o'zim tajribamda shunaqa jarayon sodir bo'ldi. Bundan 2 yil oldin farzandimni xususiy maktabga berdik. 2 yil emas, 4 yilcha bo'lib qolibdi. Farzandimni xususiy maktabga berdik. 1-sinf, 2-sinfdan ekan, hozir 5-sinf. Demak, 2-sinfning o'rtasini oldikda xususiy maktabga berdik. Xususiy maktabga berganimizdan keyin shunaqa jarayon sodir bo'ldiki, xususiy maktabga o'qish jarayonida farzandimizdagi erkinlikni xususiy maktab ingliz tili, rus tiliga ixtisoslashtirilgan va o'sha erkinlikni biz qabul qila olmaslikni boshladik. Ya'ni bizga aytilganki, ota-onani gapi oldida gapingni o'ylab gapir. Ya'ni ota bilan bola o'rtasida farq bo'lsin deyilgan, to'g'rimi? Amani o'g'lim turmush o'rtog'im bilan xuddi o'rtoqdek gaplashishni boshladi. Biz qo'rqib qoldik. Ya'ni mustaqil fikrlashdan qo'rqishimizda biz qo'rqib qoldik. Hozir bu shunday gaplashsa, ota bilan bola o'rtasida hurmat yo'qolib qoladi deb o'yladik. Keyin fikrimizni o'zgartirdik. Yo'q, ota bilan bola o'rtasidagi suhbat otani bolaga mehrini, otani bolaga munosabatini va bolani otaga munosabatini ko'rsatkichi emas. Bu shunchaki o'zini ifodalay olish. deb keyin fikrimizni o'zgartirdik. Va bu jarayon biz uchun dars bo'ldi. Ya'ni o'sha mustaqil fikrlashdan, farzandlarimizni mustaqil fikrlashidan qanchalik qo'rqishimiz. Ya'ni ota-onalarni o'zi, biz hali o'zimiz o'sha vaqtda to'liq mustaqil fikrlay olish darajasiga ega bo'lmaganmiz va shuning uchun ham farzandimiz mustaqil fikrlashni boshlagandan keyin bizda qo'rquv paydo bo'lishni boshladi. Va bizani atrofimizdagi farzandlaringizdan eshita olmasligingizning yana bitta sababi ularning erkin fikrlashdan qo'rquvingiz. Va siz o'ylaysizki, agar bular erkin fikrlasa, bularning tarbiyasi buzilib ketadi. Oiladagi muhit buzilib ketadi. Hurmat, izzat yo'qoladi deb o'ylaymiz. Farzandlar otadan, onadan baland bo'lishga intiladi deb o'ylaymiz. Shu uchun u gapirishni boshlagandan biz ichimizdan muhokama qilib, o'zimizni haq ekanligimizni ko'rsatgimiz keladi. U to'g'ri emas, mana biz to'g'ri gapiryapmiz. U bilmayapti nima qilayotgan, ana men bilaman. U farzand bo'ladi. Lekin biz o'zimizdan qo'rquvlarimiz borligi tufayli erkin fikrlashdan, erkin fikrini namoyon qilishdan qo'rquvlarimiz borligi tufayli va shu erkin gapira olish, masalan, sizga kimdir erkin gapirsa, siz o'ylaysizki, bu meni hurmatsiz qildi deb o'ylaysiz. Yo'q, azizim, bunaqa bo'lmaydi. Sizning o'zingizga, sizni hurmatingiz o'zingizni o'zingizga munosabatingizga bog'liq. Siz o'zingizni hurmat qilmayotgan bo'lsangiz, atrofdagilar sizga yotib qulluq qilsa ham u hurmatni his qilmaysiz. Yana bir marta takrorlayman.
Agar siz o'zingizni hurmat qilmasdan yashayotgan bo'lsangiz, tashqaridagilar sizga qulluq qilib hurmat qilayotgan bo'lsa, uni siz his qila olmaysiz. O'zingizda yo'q narsani qanday his qilasiz? Va o'ylaymizki, agar men erkin boshqacha fikrlasam yoki o'zim uchun nimadir o'zim belgilasam, men odamlardan ajralib qolaman deb o'ylaymiz. Xo'sh, endi odamlardan ajralib qolishimiz bu bizning fikrlash tarzimizga bog'liq emas-ku. Kosmosga chiqib ketamizmi? Yoki yerga kirib ketamizmi? Qayerga ketamiz? Uchib ketamizmi? Ajralib qolib nima bo'lamiz? Lekin shu fikrni o'zi shunchalik qo'rqitadi bizani. Odamlardan ajralib qolish. Ular sizga boshqacha qarashi, ular sizga boshqacha tushunishi va biz uchun juda muhim ularni biz haqimizda nima deb o'ylayotgani. Xo'sh, ular biz haqimizda qanaqa deb o'ylashdan qat'iy nazar, biz o'zimiz haqimizda kerakli narsani o'ylay olmasak, uni his qila olmaymiz-ku baribir. His qila olamizmi? Yo'q. Inson o'zida yo'q bo'lgan narsani tashqaridan his qila olmaydi. Shuning uchun ham atrofdan kimdir sizga "Seni yaxshiligingni o'ylab gapiryapman" desa, siz aytasiz, o'zini foydasini o'ylab gapiryapti deysiz. O'zini foydasini o'ylab gapiryapti, ikkiyuzlamachi deysiz. Ichingizda shunday deysiz. Senga foydali bo'lsin dedim desa ham, aytasiz, "Yo'q, hayotda men uchun qilmagan bo'larding" deysiz. O'zing uchun qilishing mumkin deb hisoblaysiz. Nega shunday? Chunki uni sizga nima qilayotganini, nima yaxshilik berayotganini siz ko'ra olmaysiz, o'zingizga yaxshilik qilib yashamayotgan bo'lsangiz. Demak, atrofdagilarni eshita olmasligimizning sababi bu aslida o'zimizni eshita olmasligimiz. Va o'zimizni eshitish uchun bizning ongimizdagi to'siqlar. Men eshitiladigan odam emasman. O'zingizga savol bering. Nega men eshitiladigan odam emasman? Mana undan keladi bolaligingizdagi. Men xudbinman. Men o'zim bilarmanman. Yoki men zarar berib qo'yish mumkin. Qachondir siz ukangizni o'ynatib yurdingiz va yiqitib qo'ydingiz. Va sizdan ota-onangiz xafa bo'ldilar. Sen yiqitib qo'yding deb. Va siz men ukamga zarar berdim deb o'yladingiz. Va o'shandan keyin qaytib, o'zingizdan bilib qaror qilmaslikka o'zingizga so'z berdingiz. Qo'rqib qoldingiz. Siz, ya'ni men zarar keltirishim mumkin. Ishingiz foydali bo'lsa ham, onasiz, mehribonsiz, hamma narsani qilasiz, lekin farzandingizga nimadir zarar berib qo'yishdan qo'rqib yashaysiz. Nima uchun? Chunki o'sha qarash o'zingiz haqingыздagi bor turibdi miyangizda. Shuning uchun o'zingizga tez-tez savol berib turishingiz kerak bo'ladi. Nega men eshitilmaydigan odamman? Bolaligingizdagi o'sha bloklar qisilib yotgan, sizni qisib yotgan narsalar chiqsin yuzaga. Nimalar bor u yerda? Ongingizni tub-tubida nima narsalar bor? Chiqsin ular. Siz ularni anglang va ularni o'zgartirish imkoniyatiga ega bo'ling. Masalan, savol berdik deylik, nega men eshitilmaydigan odamman? Chunki, masalan, men faqat bitta o'zimni o'ylayman, atrofdagilarni o'ylolmayman degan narsa keladi. Keyingi etapda siz o'zingizga savol berasiz. Xo'sh, bitta o'zimni o'ylash nimasi yomon? Bu xudbinlik, manmanlik, boshqa. Bitta o'zimni o'ylashimdan nima zarar ko'rish mumkin atrofdagilar? Shunchaki atrofdagilar men faqat bitta o'zim foyda ko'raman va atrofdagilar misol uchun foyda ko'rmaydi va keyin ular menga boshqacha ko'z bilan qaraydi. Xo'sh, boshqacha ko'z bilan qarasa nima bo'ladi? Meni noto'g'ri tushunadi. Xo'sh, sizni noto'g'ri tushunsa nima bo'ladi? Bu meni holatimga ta'sir qiladi masalan, Meni noto'g'ri tushunsa, men bezovta bo'laman. Keyin o'zgartirishingiz mumkin bo'ladi.
meni bezovtaligim yoki holatim bu mani miyamdagi fikrga bog'liq-ku. U odamlarning fikriga bog'liq emas-ku. Shunda u qo'rquvlar yo'qoladi. Boshqa insonlar, demak, boshqacha qarashi degan narsa yo'qoladi. Va siz shunda bitta blokni o'zingiz ishlay olgan bo'lasiz. Ya'ni, o'zingizni eshitishingizga sabab bo'ladigan. Keyingisiga yana o'tasiz. Nega men eshitilmaydigan odamman? Nega men eshitilmaydigan odam? O'zingizga savol beravering. Nega men eshitilmaydigan odamman? Ko'tarilsin bolaligingizdagi. Og'riqlar, programmalar ko'tarilishdan qo'rqmaslik kerak. Aks holatda ular sizni ichingizda turadi va butun umr baribir o'shanga mos bo'lgan vaziyatlarni tortib olaveradi. Nega men eshitilmaydigan odamman? Nega men ko'rilmaydigan odamman? Nega men payqalmaydigan odamman? Nega men hurmat qilinmaydigan odamman? Men gapimni odamlar eshitsa nima bo'ladi? Hamma faqat meni gapimni eshitsa nima bo'ladi? Ana kelaveradi sizga. Men qo'rqaman, vahima bosadi. Faqat shu savollar yordamida siz o'zingizni ongostingizdagi bloklaringizni topishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni, nima uchun siz atrofdagilarni eshita olmayapsiz? Chunki o'zingizni eshita olmayapsiz. O'zingizni eshita olmasligingizga sabab qanaqa bloklar bor sizda? Demak, buni topishning savoli, nega men eshitilmaydigan odamman? Nega men o'zimni hech kim eshitmaydi deb hisoblayman? Yoki men gapirsam hech kim eshitmaydi deb hisoblayman? Yoki gapirgan gapim nimaga eshitiladigan gap emas deb hisoblayman? Nega meni gapim shunaqa gap deb hisoblayman? Yoki yana boshqacharoq tarzda, mana men sizga har xil savollarni o'rgataman. Demak, hamma meni eshitsa nima bo'ladi? Hamma faqat meni eshitishni boshlasa nima bo'ladi? Yoki men faqat hammani eshitishim kerak bo'lsa nima bo'ladi? Nima bo'ladi men hammaga gapirishim shart bo'lmasa, ya'ni o'zimga o'zim gapirishni o'zi yetarli bo'lsa, nima bo'ladi? Ana bu kabi savollar sizni ichingizda aynan demak qotib qolgan, murojaat qilinmagan qaysidir ma'noda bloklaringizni ko'rsatib beradi. Blok deb shartli ravishda nomlanadi. Va ular tufayli siz o'zingizni eshita olmaysiz. Siz o'zingizni eshita olmaganingizdan keyin atrofingizdagi insonlarni ham eshita olmaysiz. Aslida siz farzandingizni eshitib turganingizda, farzandingiz va o'zingiz bilan bog'liq bo'lgan shundoq qo'rquvlaringiz yuzaga chiqadi. Masalan, farzandingizga qarab turing, qanaqa fikrlar keladi miyangizga. Ana o'shalarni hammasi sizning programmalaringiz bo'ladi. Agar siz ularni ishlasangiz, siz rivojlanasiz. Agar siz o'sha kelayotgan fikr sizni miyangizdagi fikr ekanligini hisobga olmasangiz va farzandingizga jahlingizni sochib, uni o'zgartirishga urinsangiz, siz ham farzandingiz ham ikkovlaringiz ham rivojlanmaysizlar. Chunki siz birinchidan uni yo'q qilishni istadingiz va ikkinchidan unga jahlingizni sochish orqali o'zingizni yengillatdingiz, uni energiyasini ham so'rib oldingiz. Hamma farzandlar 100% iste'dodli bo'ladi. Bilasizmi? Hamma insonlar. Farzandlarimiz hammasi 100% bir xil iste'dodli-da. Lekin mana ularning o'sha ota-onasi to'g'ri o'rnak bo'la olmaganligi uchun, to'g'ri deganda qaysi rivoj o'rnak bo'la olmaganligi uchun ular ming yaxshi o'qigani bilan ertaga katta bo'lganda hayotda o'zini o'rnini topa olmaydi. Nima deydi? Jarayonlarda juda qiynaladi. Chunki rivojini o'rnak bo'lmagan ota-onasi. Shuning uchun ham ota-onalikning ham juda katta mas'uliyati bor deb o'ylayman. Bu meni fikrim. Ya'ni ota-onalikning ham o'zini katta mas'uliyati bor. Ya'ni tug'ish hayvonlarda ham bor, boqish hayvonlarda ham bor. Rizqini o'zi Xudo yetkazsa. Nimalardir o'rgatish hayvonlarda ham bor. Bizning odam sifatida farqli narsamiz bo'lish kerak-ku.
qayg'urish, dushman hujum qilsa, nima deydi, hamla qilish she'rda ham bor. Ya'ni undan tashqari yana nimadir bo'lish kerak-ku bizani beradigan narsamiz. Yoki faqat o'sha o'zi yetadimi? Ya'ni hayvonlar bilan bir xil. Va ana bu savollar bizani o'ylab ko'rishimizga, miyamizda yangi neyronlar uyg'onishiga sabab bo'ladi. Chunki biz voqelikni bu tomondan hech qarab ko'rmagan bo'lishimiz mumkin bo'ladi. Demak, farzandlarimizni va atrofimizdagi insonlarni eshita olmasligimizdagida mana shunday bitta chiroyli qatlam bor. Va bu qatlam hozirgacha bizga xizmat qilib kelyapti. Masalan, siz farzandingizga eshitmaysiz, eshitish jarayonida muhokama qilasiz va o'zingiz agar farzandingizga gapingizni o'tkaza olsangiz, o'zingizni yaxshi ona deb bilasiz. U farzandingizga o'zingizni gapingizni o'tkazish degani farzandingizni o'sha joyda sindirish degani. O'sha joyni o'zida sindirish degani. Farzandingiz uchun miyangizda o'ylab bichish, farzandingizni shu joyni o'zida yo'q qilish degani. Va bizning qanchalik istaklarimiz o'sganligi sababli sari bizda nima paydo bo'ladi? Erkinlikka, yaxshi holatga, masalan, oldin 90-yillardan oldin, undan sal oldinroq vaqtda odamlarga bu hislar kerak bo'lmagan. Kerak odamlar o'zlari rivojlanish uchun chet ellarga chiqib ketgan. Ya'ni o'sha erkin fikrlash, o'zini gapini aytish, kimdir meni eshitsin degan narsa bo'lmagan. Ya'ni kelgan mahalla o'sha rais kelgan, u vaqtlar rais bo'lganmi? Mana shu ishni qilish kerak degan shuni odamlar shunchaki qilgan. O'sha mehnatidan olgan, shunga rozi bo'lgan, shuni yetkazgan. Mana hozirgiga o'xshagan istaklar, orzu-havaslar, sayohatlar, unaqa narsalar bo'lmagan. Lekin endi bor. Bu nimani bildiradi? Bizning ehtiyojlarimiz o'zgarganini, bizning insonning evolyutsiyasining o'zida harakat bo'lganini bildiradi. Chunki bu faqat sizda yoki menda bo'layotgan jarayon emas, bu hammada bo'layotgan jarayon. Lekin shu barobarida istaklar o'sish barobarida ularni yo'naltira olmaslik bilimi yetishmasligi va istaklarni ta'minlay olish bu javobgarlikning va insonning ongini o'zini darajasi hali o'smaganligi bois o'zini istaklarini atrofdagilarga gapini o'tkazish orqali, atrofdagilarga ramka yasash orqali o'zini g'olib his qilish formulasi paydo bo'ldi. Nega farzandingizdan jahli chiqadi? Nega farzandingiz siz xohlagandek bo'lishini istaysiz? Va shu jarayonda nega bunaqa narsa ko'payib ketdi? Ya'ni farzandlarini shunaqa chiroyli kelinchaklar yuradi. Masalan, onalar hamma narsasi joyida, lekin farzi shunaqa jahli chiqadi, yeb qo'yar darajasida farzandiga nisbatan. Shunaqa norozi turmush o'rtog'idan tasavvur qilib bo'lmaydi. Shunaqa nima deydi? Gapirayotgan gapidan nafrat ufuradi. Gapirayotgan gapidan norozilik shamoli esadi. Keyin aytadiki, nima uchun hozir kasallik ko'payib ketdi deydi. Chunki kasal ruhiyat, kasal ong ko'p. Va biz aynan o'zimizni asl ehtiyojimizni tanimaslik, masalan, siz o'zingizga bo'lgan ishonch kerakmi? O'zingiz ta'minlab bering. Farzandingizni yaxshi o'qishi orqali o'zingizdan faxrlanmang. Tirikligingiz orqali mana hayotdagi o'zingizni o'rningizni topib faxrlaningki, ertaga farzandingiz sizdan o'rnak olib keta olsin. Siz o'zingizni ayol his qilmoqchimisiz? Xudo yaratgan ayollikni o'zi bilan ayol his qiling. Eringiz sizga keltirib bergan sovg'a orqali emas, yoki kimdir Instagramga qo'ygan guldastasi yo bir narsasiga qarab emas. O'zingizni erkin his qilmoqchimisiz? Avval erkin fikrlab his qiling bu narsani. Kimdir nimadir olib bergandan keyin, qayergadir sayohatga borib kelgandan keyin, qaysidir maqsadingiz amalga oshgandan keyin emas, hozir his qiling shu narsani. Uning uchun esa idrok qiling. Chunki bizning holatimiz bizning miyamizdagi fikrlarga bog'liq, tashqaridagi vaziyatlarga emas.
Tashqaridagi vaziyatlar hammasi dars. Ular orqali Xudo biz bilan gaplashadi va bu vaziyatlarni biz faqat idrok qilib o'qishimiz kerak. Biz vaziyatlarni qanday qabul qilamiz? Bu bunaqa bo'lmasligi kerak edi, bunaqa bo'lishi kerak edi. Keyin agar sal boshqacharoq bo'lsa, keyin biz mutaxassisga yozasiz. Men mana shunday qilganim uchun shunaqa bo'lmadimi? Ya'ni shunda ham savol bermaymiz. Men qanday qilsam shu joyda xotirjam bo'laman degan savolni bermaymiz. Shunda ham aytamiz, men shunaqa qilganim uchun shunaqa bo'lmadimi? Ya'ni xuddiki Xudo qism yo'q, faqat siz qoldingiz o'zingiz. Siz qoldingiz o'zingiz, hamma narsani siz yaratyapsiz, hamma narsa sizdan kelib chiqyapti, hamma narsa sizdan boshlanyapti. Butun hayotingiz sizdan boshlanyapti. Butun atrofingizdagi odamlar, hamma vaziyatni qoplab olmoqchi bo'lasiz. Lekin o'zingizni mana buni egallab oling, mana buni agar qo'lingizdan kelsa. Bu boshqarmasin, g'azab kelsin, lekin boshqarmasin. Siz g'azab kelganda nima istayotganingizni bilib, o'zingizga qilib bering. Alam kelsin, u boshqarmasin sizni. Alam sizni harakatga keltirmasin. Alam bu olov bilasizmi? 3-chakra. Alam bu olov o'zingizni yo'q qiladi. Nafrat, qo'rquv kelsin, kelmasin emas. Siz uni boshqaring. Ana ishingiz, diqqatingiz bu yoqda bo'lsin. Bu nima qilyapti ekan, u nima qilyapti ekan, u qayerdan boshlayapti ekan, bu nimaga dedi, nima? Bu unaqa bo'ldi. Yo'q, diqqatingiz bu yoqda bo'lsin. Qaysi fikr qo'rqityapti meni? Bu g'azab orqali men nima qilmoqchi bo'lyapman? Ana shunda siz o'zingizga yaqinroq bo'lasiz. O'zingizni tabiatingizni taniysiz. O'zingizni tabiatingizni taniganingizdan keyin eng kuchli inson bu o'zining tabiatini bilan murosa qila oladigan inson. Eng kuchli inson o'zining tabiati bilan murosa qila oladigan inson. Uning uchun esa tanish kerak. Tanish uchun diqqatingizni o'zingizga berishingiz kerak va kuzatishni boshlashingiz kerak. Demak, agar eshitishni bilmayotgan bo'lsangiz, eshita olmayotgan bo'lsangiz va eshitgan vaqtingizda g'azab kelayotgan bo'lsa, bu shunchaki u g'azab hech qayerga ketmaydi. Shunchaki u g'azab sizni ichingizda va o'zingizni ichingizda asta-sekinlik bilan yo'q qilish programmasi sog'lig'ingizni, tinchligingizni, hamma narsangizni yo'q qilib boraveradi. Shuning uchun bu eshitish jarayonini endi diqqatliroq, sergak bo'lib kuzatish, qayerda kimni eshitganingizda nima uyg'onyapti? O'sha qaysi fikr tufayli uyg'onyapti? Siz shu g'azab orqali nimaga erishmoqchi bo'lyapsiz? Masalan, sizga kimdir gapirdi, e'tibor berasiz. Nima bo'lyapti o'sha jarayonda? Sizga kimdir gapirdi, bu gap sizga yoqmadi, g'azab keltirdi. Siz o'zingizdan so'rashingiz kerak. Nega g'azablanyapman? Chunki siz kutmagan gapni gapirgan bo'ladi. Keyin shunda o'zingizdan so'rashingiz kerak. Nega u men kutganimdek bo'lish kerak? Majburman. Xo'sh, u men kutganimdek bo'lsa, keyin men nimaga ega bo'laman? Shunda yo o'zingizga ishonasiz, yo o'zingiz tasdiqlaysiz, nimagadir erishmoqchi bo'lasiz. Shunda o'zgartirish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Demak, men o'zimga ishonishim uchun avval u menga ishonsin deb o'tirgan ekanim. Agar hozir o'zimga ishonsam, nima qilishni boshlayman deysiz. Mana siz kuchayasiz. Va siz tashqarida hech qanaqa udar bo'lmasa, ham o'zingizni o'zingizga harakatga keltirishga odatlanasiz. Ichkarida harakat bormi, tashqarida har doim harakat bor. O'zini g'azabini yo'naltira olgan, ya'ni miyasida nimadir harakatga keltirilgan insonni hayotida tashqarisida har doim natija bor. Ixtiyor Do'stmetov ustozimizda gaplar bor. O'ziga natija bera olgan insonda har doim natija bor. O'zingizga istasangiz bitta kundalik tuting va asta-sekinlik bilan har kuni yozib boring. Mana kechagi o'zingiz, bugungi o'zingiz. Mana odamlar bilan taqqoslashdan to'xtang o'zingizni. Yozib boring. Kechagi o'zingiz qanaqa edi, bugungi o'zingiz qanaqa. Va buni bir umrlik qiling. O'zingizga yoqmagan sifatlaringizni ko'rib chiqing. Qaysi fikrlar yoqmayapti? Qaysi sifatlaringiz yoqmayapti? Uni o'rniga, balki sizga o'sha sifat kerak emasdir. Uni o'rniga nima shakllantirsangiz bo'ladi? Uni o'rniga nima istayapsiz? Masalan, siz uyda ovqat qilishni xohlamaysiz. Ovqat qilgingiz kelmadi deylik, Lekin asab bo'lish kerak emas bunga. Yo'lini topish kerak.
Xo'sh, siz ovqat qilishni istayapsiz. O'rniga nima istayapsiz? Lekin farzandlaringizga uyda pishirilgan yaxshi ovqat istayapsiz. Nega g'azab bo'lyapsiz? Chunki ko'chadagi ovqat unaqa emas deb hisoblayapsiz. Endi o'zingiz bilan kelishib olishingiz kerak bo'ladi. Yo'q, ko'chadan olib berasiz va ko'chadagi ovqatga nisbatan fikringizni o'zgartirasiz, chunki uni ham odamlar pishiradi. Yoki uyda o'zingiz qilasiz va shu qilish jarayonida minnatdorchilikni ifodalaysiz. Tamom, g'azabga hojat yo'q. Ana shunday qilib, bizni holatimiz bu faqat fikr qilishga bog'liq. Tashqaridagi vaziyatlarga bog'liq emas. Ovqat qilgingiz kelmaydi, asab bo'lasiz. Agar unday bo'lganda bunday qilardim, bunday bo'lganda o'zimga yordamchi olardim, sharoitim bo'lganda unday qilardim, bunday bo'lganda bunday qilardim. Gaz berasiz o'zingizga alam bilan, ichki organlarni hammasini ishdan chiqarasiz. Keyin eringizni yomon ko'rishni boshlaysiz. Agar erim shunaqa qilmaganda shunaqa bo'lmasdi, bunaqa qilmaganda bunaqa bo'lmasdi. Keyin ishingizni yomon ko'rasiz, atrofingizdagilarni yomon ko'rasiz. Bittagina istagingizni fikr qilib idrok qila olmaganingizning oqibatida dunyoingizni negativga to'ldirib tashlaysiz. Hammani yomon ko'rgan, hammani tishlagan, hammani chaqib olgan. Va nima deydi? Ha, o'sha bittagina istagingizni idrok qiling, qani nima bo'ladi? Fikr qiling. Miyangizda fikr qilganingizni hech kim bilmaydi-ku. Yo'q, unaqa qilmaymiz bizlar. Chunki bizning kibrimiz baland, shu o'tirgan joyimizda biz ichimizda istab o'tirishimiz kerak. Atrofdagilar tashqaridan istagimizni o'qib, o'zini bilganday tutuverish kerak. Ular bizni ichimizda nima borligini bilmaydi-ku. Qanday qilib o'zini shunday tutadi keyin? Bu tomoni ham bor. Demak, ko'rib turganingizdek, o'zimiz bilan o'zimiz mana shunaqa mazza qilib kelishmaymiz, tushunmaymiz o'zimizni, keyin hammadan asabimizni olamiz, hammani ayblaymiz, negativga keltiramiz, kasallik, muammo, keyin yana charchaganga solamiz o'zimizni va mazza qilib yashaymiz. Va eng muhimi, sizga nimani bermoqchi bo'lyapman men? Tashqarida muammo yo'q. Muammo ichimizda, fikrlarimizda. Hozir va shu yerda biz mukammal insonmiz va faqat diqqatimizni o'zimizga qaratib, o'zimizni fikrlash tarzimizni o'zgartirishni o'rgansak, istayotgan narsangizga mos fikrlashni o'rgansangiz, demak sizda bezovta, ya'ni ichki xotirjamligingizni buzadigan hech narsa topilmaydi. Ichkari xotirjammi? Tamom, tashqaridagi hamma vaziyatlaringiz xotirjam yechim topishni boshlaydi. Va siz atrofingizdagi insonlardan keyin minnatdor bo'lishni boshlaysiz. Ya'ni o'qidingiz ularni. Sizga ular orqali nima deyotganini bilishni boshladingiz. Mana yuqorida aytib berdim-ku. Sizga yoqmaydigan gap aytdi. Siz o'zingiz g'azabingiz keldi. Siz aytasiz, "Nega menga yoqmayapti? Nega yoqmayapti?" Chunki men istamagan gapni gapirdi. Men eshitishni istamagan gapni gapirdi. Xo'sh, nega u men eshitishni istagan gapni gapirishi kerak? Yoki men istagandek gapirsa, keyin men nimaga ega bo'laman? Ha, masalan, men o'zimdan rozi bo'laman. Keyin o'zingizga aytasiz. Ha, demak, men o'zimdan rozi bo'lishni istayotgan ekanman. Endi o'zimdan rozi bo'lishim bu meni o'zimni qilayotgan ishlarimga nisbatan fikrimga bog'liq. U odamga emas, tashqaridagilarga. Ha, demak, men tashqaridagilar gapirsa keyin rozi bo'laman deb kutib o'tirgan ekanman. Bitta blokni angladingiz. U odamga minnatdorchilik bildirasiz va o'zingizdan o'zingiz rozi bo'lish uchun izlanishni boshlaysiz. Tamom, u odam g'azablanib hech narsa qolmadi. Ana bu, demak, atrofdagi odamlar orqali siz bilan hayot gaplashayotgan bo'lsa-chi degan formulaga to'g'ri keladi. Bugungi efirimizni yakunlayman. Savollarga javob bera olmayman hozir. Hozir pochta kelgan ekan, shuni olib kelishim kerak. Yangi bitta ishlash usulini oldirtirdim. Demak, Valeriy Senelikov metodikasi bo'yicha Navoiy shahrida o'qish boshlanadi keyingi haftadan. 3 kishilik va 5 kishilik guruhlarda jonli, shaxsiy rivojlanishga qaratilgan o'qishlar tashkil qilamiz. O'sha texnika asosida bo'ladi. Hozir shu kelgan, soat 5 da pochta demak yopiladi. Men shuni borib olib kelishim kerak bo'ladi. Yangiliklar bilan bo'lishaman. Demak, hozir audioni tashlab beraman. O'zimizni anglashda, ongimizni kengaytirishda davom etamiz. Xayrli kun.